O'zbekiston musulmonlari idorasi Fatvo markazi 2026-yil Ramazon oyi uchun zakot nisobi, fitr sadaqasi va fidya miqdorini e'lon qildi. Unga ko'ra bu yilgi Ramazon uchun zakot nisobi 85 gram 585 probali tillaning qiymatidan kelib chiqib 100 million so'm etib belgilandi. Shuncha pul mablag' yoki ushbu qiymatdagi savdo tijorat moli bo'lgan kishi jami mablag'ning 40 dan 1, ya'ni 2,5% zakot niyatida haqdorlarga berishi farz hisoblanadi. Shuningdek, fitr sadaqasining miqdori 2 kilogramm bug'doydan 10 ming so'm, 2 kilogramm bug'doy unidan 12 ming so'm, 4 kilogramm arpadan 20 ming so'm, 2 kilogramm mayizdan 110 ming so'm, 4 kilogramm xurmodan 200 ming so'm etib belgilandi. Har kim o'z imkoniyatiga qarab ushbu 5 mahsulotdan xohlagan biri yoki uning qiymatini fitr sadaqasi niyatida bersa kifoya qiladi. Bir kunlik fidya miqdori fitr sadaqaning miqdori bilan bir xil bo'ladi. Fitr sadaqasini Ramazon oyi davomida hayit namozi o'qilgunga qadar berish kerak bo'ladi.